Mana shu mahalladan rizqimni terib ketaman begim. Bu bozormi bu? Atasi o'lmagan kim bor? Anasi o'lmagan kim bor? Ey, bu dargohning egasi bormi? Mana egasi, kim kerak? Tinchlikmi? Nima qilyapsiz? Ey doktorcha, buncha sehri ko'p bu dargohni astonangizga mozor tuprog'i tepilgan. Qanaqa mozor tuprog'i? Yaqin uyda ustalar ishlagan, ustalardan qolgan tuproq bu. Mana men adashmayman, qo'lingizga tuguncha ko'milgan. Qo'ysangizchi, bunaqa dimsirimlarni hozir bunaqalarga itam ishonmaydi. Undan ko'ra bizdan kilolab kiyimlarni olib sotsangiz bo'ladi. Ashlamay o'ynayapman. Ishlayapman-ku. Mana shu shimman qasdan, ana spakchogamman. Asli ishigarim ham olmagandirsizlar, ha? Eshigar olmasin, shu daromadimiz orqasidan oddiygina shu aravachani oldik. Tutuning chiqsin sani. Qochsam men sotib olaman. Siz muncha ko'p olasiz, pulingiz yetadimi, opa? Bexafa qilma bacham, 500 kilo olaman. Tarozi navbat meniki-ku. Qara ilon, menga qo'pol gapirma. Hozir qo'limni duoga ochaman, shamoldan ham tez yetib boradi. Teskari kelgan tursingni ham qaytara olmaydi. Ana, men uni hozir gipnoz qildimmi, u menimi? Bu oldingizmi, opa? Oldingizmi? Ha, oldim. Ana endi to'g'ri qaror qabul qildingiz, opa. Yaxshi bo'ling. Salomat bashit. Soat necha bo'ldi? Meni soatim qani? Tilla soatim qani meni? Ey doktorchaga bu chuvin chaqqan degan bo'lmaydi, bir kunlik savdosidan oladi. Savdo o'z yo'liga. Men o'zim ishimni qilmasam qonim aynaydi. Endi bu mahallaga qaytib kelmayman.